Oybek aka, qarang, menga bitta fikr keldi. Xo'sh. To'y boshlayotgan odamlarning eng qiynaydigan muammolardan bittasi to'y o'tkazishga kerak bo'ladigan kontaktlar bor, shularni topishga qiynalishadi. Ommaviy ham bor. Masalan, to'yxonalar, oshpazlar, oformleniyachi, karnesurnichilar, foto videochilar, ular necha pulga tushadi, nomeri necha, bilish o'zi ancha vaqt oladi. Keling, buni qilamiz. Qo'qonda to'y qilish uchun kim kerak bo'lsa, nima kerak bo'lsa, eng asosiylarini, eng zo'rlarini ko'rsatamiz. Zo'r bo'ladi. To'y qilmoqchi bo'lganlarga ham yengillik bo'ladi. Qanday? Mana masalan, mana shu to'yxonada to'y qilish necha pulga tushadi deb o'ylaysiz? Bilmasam, bir 50-60 millionga tushsa kerak. Kishi boshiga 60 mingdan tushadi. Bu pulga arenda, 3 xil ovqat, oshpaz, ofitsiant xizmati, sveta, muzika, xonanda, boshlovchi hammasi kirar ekan. Ha, yo'q, zo'r ekan. Qo'qonda haqiqiy Qo'qon milliy atmosferasini beradigan, har qarichida qo'l mehnati bo'lgan, haqiqiy xon saroyini eslatadigan bu to'yxonada общий 500 kishilik to'yi bemalol o'tkazsa bo'ladi. Pastki zal 250 kishilik, ikkinchi qavat esa 150 kishiga mo'ljallangan ekan. Bundan tashqari 30 kishilik, 70 kishilik alohida VIP zallari ham bor ekan. Alohida xizmat sifatida sahna, dekoratsiya, foto, video, monitor xizmatlari ham taqdim etilar ekan. Telefonlari 90 kodi bilan 508 0302, 88 kodi bilan 558 1010. Siz aynan kim yoki nimalar haqida ma'lumot olishni istardingiz? To'yxonalarmi, xonandalarmi yoki videochilarmi? Kommentariyada yozib qoldiring. Va videoni to'y boshlab qo'ygan tanishlaringizga yuborib qo'ying.